Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi suhbatimizda sizlar bilan gemangiomalar haqida gaplashamiz. Ular qanday kasallik, qanday mutaxassis davolaydi va qanday qilib davolanadi. Ushbu suhbatimizdagi mehmon shifokorimiz, sizlar bilan suhbatni o'tkazadigan shifokorimiz bu tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent, Impuls tibbiyot institutining o'qituvchisi Karimov Muhammad Ali Abduxoliqovich bo'ladilar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun bugungi mana shu suhbatimizga taklif qilganlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Xudo xolisa o'ylaymanki, bu suhbatimiz elimizga, xalqimizga juda manfaatli bo'ladi deb umid qilaman. Xo'p. Dastlab suhbatimizni bo'lmasa, gemangioma o'zi qanday kasallik, qanday kelib chiqadi va qaysi toifadagi insonlarda ko'proq uchraydi? Xuddi shu haqidagi savollarga javob berishdan boshlasak. Gemangioma bu o'zi terminni lug'aviy ma'nosini ko'radigan bo'lsa, gema degani bu qon tomir degani, qon degani, oma degan qo'shimchani biz hamma tibbiyot xodimlari bilamizki, bu o'sma degani. Lekin bu termin aslida kelib chiqishi bo'yicha qon tomirdan rivojlangan o'simta degan ma'noni anglatadi. Chunki bu gemangioma rivojlangandan keyin albatta terida eng ko'p uchraganligi uchun shish bilan kuzatiladi. Qizil rangli shish bilan kuzatiladi. Shuning uchun bu termin eskidan qolib ketgan. Aslini olganda gemangioma bu qon tomirini embrional davrda rivojlanayotgan paytdagi qon tomirining rivojlanish malformatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni qon tomirining rivojlanish nuqsoni hisoblanadi. Endi bu kasallik kimlarda ko'proq uchraydi? Gemangiomani sinflanishi bo'yicha juda ko'p turlari farqlanadi. Shulardan eng ko'p kuzatiladigani bu infantil gemangioma deyiladi. Infantil degan so'zni o'zbekchasiga tarjimasi bu go'daklar gemangiomasi degani. Ya'ni onadan farzand dunyoga kelgandan keyin taxminan 2-3-4 haftani oralig'ida qizil dog' ko'rinishida terida turli xil darajada, turli xil joylarda kuzatilishi mumkin bo'ladi. Endi savolingizda jinsiy tafovut bo'yicha tushunib ko'radigan bo'lsak, qiz bolalarda o'g'il bolalarga nisbatan 3,5-4 barobar ko'proq uchraydi. Ya'ni bizning ilmiy tadqiqot ishlarimizda 78-79% qizlarda uchraganligini kuzatganmiz. Butun dunyo tajribasida ham xuddi shu foizlar mos keladi. O'zi umuman gemangioma kasalligi tarqalishiga bir atrof muhitni yoki turmush tarzimizni ham qandaydir bog'liqligi bormi? Faqat O'zbekistonda bu kasallik hozir ko'proq tarqalyaptimi yo umuman dunyo bo'yicha ham bu kasallik o'zi ko'pmi? Ha, bu savolga to'xtaladigan bo'lsak, butun dunyoda bu kasallik keng tarqalgan kasallik. O'zbekiston Respublikasidagi statistikani va bizdan oldingi olimlarimizning ilmiy tadqiqot ishlaridagi materiallardan ko'radigan bo'lsak, har dunyoga kelgan 100 ta chaqaloqdan 3 tadan 11 tasida gemangioma bilan tug'ilish xavfi mavjud bo'ladi. Demak, dunyo bo'yicha ham umuman bu O'zbekistonda keng tarqalgan kasallik. Faqat bu kasallikni 2008-yilga qadar faqat jarrohlik usulida davolab kelingan. 2008-yili Fransiyaning Bordo shahrida bir kardiorevmatolog shifokor, oddiy shifokor ko'rikka borgan paytida bir bemorning burunni qanotida gemangiomasini ko'radida, undagi taxikardiyani davolash maqsadida propanol degan dorini buyuradi unga. Va qayta ko'rikka 7 kundan keyin borgandan keyin haligi gemangiomaning kichrayishini kuzatib qoladi. Shundan keyin u gemangiomalarga propanol berib ko'raychi deb turib, 11 ta kasalda propanol bilan davolaydi. Hammasida ijobiy samara ko'rgandan keyin 2009-yili dunyoda tibbiyotda mashhur bo'lgan Lancet degan Amerika Buyuk Britaniyaning nufuzli jurnalida ana shu 11 ta gemangiomani dori bilan davolanganligi haqida ilmiy maqola qoldiradi. Va butun dunyo olimlariga bu juda katta rezonans bo'ladi va ular gemangioma bo'yicha medikamentoz davolash bo'yicha shug'ullanishni boshlashadi. Bizi O'zbekistonda ham yuqorida ta'kidlab o'tganimdek gemangioma kasalligi juda keng tarqalgan. Ya'ni har 100 ta tug'ilgan chaqaloqdan demak 3-11% gacha gemangioma bilan tug'ilish xavfi mavjud bo'ladi. Xo'p, o'zi gemangioma tashxisini qaysi mutaxassis qo'yadi? Uni oddiy bizda asosan birinchi navbatda uchraydigan bu oilaviy shifokorlar bo'ladi. Buni kim aniqlaydi? Oilaviy shifokor yoki pediatr? Chunki bizda O'zbekistonda ko'pchilik ham to'g'ridan-to'g'ri onkolog yoki gemangioma bilan shug'ullanadigan qandaydir mutaxassisga to'g'ridan-to'g'ri bormaydi. Faqat
uzog'i pediatr bilan cheklanadi tor mutaxassisi. Uni pediatr yoki UH o'zi aniqlay oladimi? Albatta buni tashxisoti juda oddiy, lekin men hozir yuqorida ta'kidlab o'tdim, 2008-yilga qadar dunyoda buni dori bilan davolamaganligi uchun bizda qolib ketgan an'anaviy davolash usullari qolib ketgan. Masalan, farzand gemangioma bilan dunyoga kelsa, unga quyidagi ismlar bilan atash urfga kirgan. Masalan, o'g'il bolaga Anor yoki bo'lmasam Anorvoy, Nortoji, Tojiddin va hokazo ismlar bilan atash urfga kirgan. Endi qiz bolalarda bo'lsa Tojinissa, Anora va hokazo ismlar bilan atab, shunday atagan bemorlarda qanchadir foizida gemangioma surilib ketganligi uchun u ham haligacha qo'llanib kelinadi. Endi bu ma'lumotlar 2008-yilda haligi men aytayotgan davolashda yangi usuli topilgandan avvalgi usullar bo'lgan. Lekin biz tan olishimiz kerak, bizning O'zbekistonimizda hali u darajada bu soha rivojlanmaganligi uchun sir emas, mana menga kunda 4 ta, 5 ta, 6 ta yangi kasal kelayotgan bo'lsa, juda ko'pchiligini ismi hali ham Anora, Tojiddin, Nortoy va hokazo ismlari qo'yishganligini bilaman. Ba'zilarda haligi tug'ilgandan keyin 3 hafta, 4 haftadan keyin paydo bo'lganligi uchun Muhammad deb ism qo'ygan bo'lsa ham Tojiddin deb chaqirishadi. Ya'ni ota-bobolarimizdan urf bo'lib qolib ketganki, shunaqa ism bilan chaqirsa qaytib ketishi mumkin ekan. Lekin bizning tadqiqotlarimiz natijasida haqiqatan ham qaytish holati kuzatiladi. 16-18% gemangioma bilan tug'ilgan chaqaloqlarda biz uni Anora yoki Tojiddin deb chaqirmasak ham surilib ketishi mumkin. Ya'ni u sizni chaqirishingizga bog'liq emas. Chunki gemangioma qon tomiridan rivojlangan yaxshi sifatli o'simta yoki malformatsiya bo'lganligi uchun farzand dunyoga kelgandan keyin u o'sgan sari shu 16-18% rivojlanish bosqichidan orqaga qaytib turib regressiyaga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni o'zidan o'zi surilib ketishi mumkin. Shuning uchun bizda endi mana shu Anora, Nortoji deb turib ta'riflab, atab uni chaqirish urfga kirganligi uchun 1 yosh, 1,5 yoshgacha bolani yoki farzandini shunday deb atab, u kasallik kechirishdi o'rniga qolgan 18% dan qolgan bemorlarda esa u jarayon kattayib, kuchayib, turli xil kosmetik nuqson va asoratlar bilan kuzatilib qolishi mumkin. Va o'shanaqa paytda sizning savolingizga o'rinli savol bo'ldi, kimga murojaat qilaylik degan katta muammo boshlanadi. Albatta bizning xalqimiz gemangioma omad so'zi bo'lganligi uchun bu xalqimizga emas, juda ko'pchilik shifokorlarimiz, umuman amaliyot shifokori bo'lishi mumkin yoki boshqa poliklinikadagi tor doiradagi pediatrlarimiz bo'lishi mumkin va bu shifokorlar uni ko'rib turib, so'zsiz hozirgi kunda 80-90%lari onkolog doktoriga shifokorga murojaat qilinglar deb turib, onkologiya dispanseriga yuboradi. Endi hozirgi kunda onkologik kasalxona, ya'ni onkologik shifoxona bu faqat yomon sifatli xavfli o'smalarni davolashga yo'naltirilgan. Prezidentning qarorlari bilan bu shunday. Demak, so'zsiz u yerda ham davolanmaydi. Endi bundan keyin yuz sohada yoki bo'lmasam og'iz bo'shlig'ining atrofida joylashgan gemangiomalarni to'g'ridan-to'g'ri stomatolog doktorga jo'natishadi. Yoki stomatologlar ularni birinchi marta ko'rib payqab qolishi mumkin. Shuning uchun hozirgi bu gemangiomani kim davolash kerak degan savolga teri tanosil shifokorimi, bolalar jarrohimi, pediatr davolash kerakmi, onkolog davolash kerakmi yoki bo'lmasam kim qaysi mutaxassis, chelsiy xirurg davolash kerakmi, ginekolog davolash kerakmi degan savolga aniq bitta javob berib bo'lmaydi. Chunki nozologik jihatdan bu xohlagan joyda uchrashi mumkin. Shuning uchun men shu yerda shu savolga tavsiya bermoqchimanki, shu gemangioma bilan shug'ullangan mutaxassislar davolanganlari maqsadga muvofiq bo'lar edi. Demak, gemangiomalar to'g'ridan-to'g'ri onkologik kasallik emas, uni to'g'ri onkologik mutaxassislarga yuborish xato bu. Aynan gemangioma bilan shug'ullanayotgan qandaydir mutaxassis topib, ular bilan maslahatlashgan ma'qul. Qaysi organda bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki bu savolimga men asosan keltirmoqchi bo'lsam, gemangiomani mana shu rivojlanish bosqichiga qarab uning davolash metodlari turlicha bo'ladi-da. Qaysidir bosqichda, mana masalan 1 yoshdan katta bo'lgan holatlarda, 1 yosh, 2 yoshli chaqaloqlarda bunda endi medikamentoz davolash samara bermasligi mumkin. Shuning uchun shunaqa paytda jarrohlik usuli bilan davolash kerak bo'ladi. Yoki yoshi katta bo'lganda aniqlanib qolgan yoki ungacha anora bo'lib yuraverganlar bor. Hali eshitmaganlar bo'lishi mumkin. Hali diagnozni aytsangiz osmondan lip etib tushib qolganga o'xshaydigan kasallar ham mavjud hozirgi kunda. Lekin bularning hammasini
onkolog mutaxassis davolash kerak degan hech qayerda joyi yo'q. Bu onkologik xastalik emas, yana bir marta takrorlayman. Chunki men o'zim og'iz bo'shlig'i gemangiomasini dissertatsiyasini himoya qilayotgan paytimda shu yerda bir diskussiya bo'lgan, shu aytib o'tmoqchiman. Gemangioma og'iz bo'shlig'ida joylashganda kim davolash kerak degan savolni sovetda a'zolariga bir professor olim berganda, shunda men o'zim shu ishni boshlaganimga va shu dissertatsiyani yoqlaganimdan juda ham xursand bo'lib ketganman. Chunki yengil, kichkinagina, oddiy operatsiya bilan tuzaladigan gemangioma bo'lsa, buni har qanday xirurg olib tashlashi mumkin yoki stomatolog olib tashlashi mumkin. Lekin juda ham katta obshirni, tomoqni, tilni, lunjni, yuqori va pastki jag'larni to'liq egallagan muammoli, asoratli gemangiomalar bor-da. Bularni kimga olib borish kerak desa, chelsi-so'lsovoy xirurg nima deydi? Onkologga olib bor deydi. Onkologga borsa, biz faqat rak bilan shug'ullanamiz. Buni yuz jag jarrohiga boring deydi. Yuz jag jarrohiga boring desa, bu qon tomir ekan, angiologga boring. Xullas shunaqa kasallar aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun bu dissertatsiyani yoqlashimda ham eng menga katta turtki bo'lgan holatlardan biri bu haqiqatda hozirgi kunda meni o'ylashimcha tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Endi gemangioma bilan shunaqangi ko'p bemorlar tug'ilgandan keyin, bemorlar bo'lgandan keyin ularni davolash kerak va juda muhim ekan deb o'ylaganman. Men o'zim magistraturada tahsil olayotgan paytimda taqdirda taqozosi bilan bizning magistraturada tahsil olayotgan bo'limimda yarmi detskiy onkologiya bo'lgan, yarmi uroproktologiya bo'lgan. Va men o'sha yerda ishlash jarayonimda, tahsil olayotgan jarayonimda detskiy onkologlar meni gemangiomada sklerotik terapiya qilardi. Ya'ni gemangiomani ustiga ukol qilishib turib davolash usulini qilishardi. Men shunda juda ko'p marta haligi bolajonlarni ushlab turish vazifasi menga yuklatilgan. Albatta u yosh bola yig'laydi, boshqa bo'ladi. Endi men taxminan 15 yil avvalgi gaplarni gapiryapman. Hozir unaqa usullar qolmagan. Va o'sha paytda men juda ko'p bolajonlarning yig'isini eshitib va birinchi marta 2013-yili boshimga tushgandan keyin va gemangiomadan demak yangilik shuncha bor ekan. Demak gemangiomaning muammosini ko'pligini ko'rganim uchun gemangiomadan dissertatsiya yoqlashga qaror qabul qilganman. O'zi gemangiomani qanaqadir bir turlari ham bo'ladimi yo faqat gemangiomami? Gemangioma bir turli xolosmi ular? Turlarga qarab davolaysizlarmi? Uni davolash o'zgaradimi, yo'qmi? Butun dunyo qon tomirlarini o'rganish assotsiatsiyasi bor. Shu assotsiatsiyani qon tomir malformatsiyalarini o'rganish bo'yicha klassifikatsiya bo'yicha gemangiomani 30 dan ortiq turi bor. Lekin bizda ko'p tarqalgan variantlari, ko'p tarqalgan turlari bu birinchisi tug'ma gemangioma. Tug'ma gemangioma bilan biroz oldin aytib o'tgan infantil gemangiomani farqlash uchun bevosita bemorning onasidan 2 og'iz savol so'rash kerak xolos. Bu qizillik tug'ilganda bormidi yoki bir hafta 10 kun o'tib paydo bo'ldimi desangiz, ko'pchilik onalar aytadiki, yo'q, tug'ilganda yo'q edi. Bir haftadan keyin qizarib dog' paydo bo'ldi. Men tug'ruq paytida qanaqangidir travma tegdimikin yoki mesestralar artayotganda qattiqroq tegib qoldimikin degan shubha gumonlarni bizga ta'kidlashadi. Demak, mana shu savolda bizga yaqqol ko'rinadiki, tug'ilganda yo'q edi, keyin bir hafta 10 kun, bir oyda ichida paydo bo'layotgani bu infantil gemangioma hisoblanadi. Tug'ma gemangioma esa onani qonida rivojlanayotgan embrion davridayoq paydo bo'lib, bola gemangioma bilan dunyoga keladi. Bundan tashqari piagen granuloma degan turlari bor. Bu go'yoki o'simtaga o'xshab turib, ishib teridan ko'tarilib qoladi. So'ngalga o'xshab ko'tarilib qoladigan turlar hisoblanadi. Bundan tashqari butun yuzni total egallagan face sindrom va hokazo, vino dog'i kabi bir nechta turlar bor. Endi bu gemangiomalarni turlari ko'pligidan biz men hozir sizga eng ko'p uchraydigan, eng ko'p tarqalganlarini ta'kidlab o'tdim xolos. Tushunarli. Xo'p, endi hozir men aytishingiz bo'yicha gemangioma faqat yuzda uchraydi yoki og'iz bo'shlig'ida uchraydi degan tushuncha paydo bo'lib qolyapti. Umuman gemangioma bundan boshqa a'zolarimizda ham uchraydimi? Uchrash a'zolari ham bormi? Albatta, bu ham juda qiziq savol bo'ldi. Gemangioma o'zi inson tanasining qaysi joylarida, qaysi sohalarda eng ko'p uchraydi degan savolga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bu savolni tibbiyotni tushungan inson sifatida odamning eng ko'p qon tomirlari qayerda joylashgan degan savolga to'xtalsak, javobni olaveramiz. Ya'ni embrional davrda ham eng birinchi shakllanadigan, eng ko'p qon bilan ta'minlanadigan sohamiz bu yuz, bosh bo'yin sohamiz. Shuning uchun 100 ta gemangiomadan 70 tasi odamni aynan bosh bo'yin sohasida uchraydi.
Ya'ni eng ko'p uchraydigan joyi bosh va bo'yin sohasi. Ikkinchi ko'p uchraydigan joyi bu ming afsuslar bo'lsin, jinsiy a'zolarda ko'p uchraydi. Masalan, oraliq sohadagi tashqi jinsiy lablarda qiz bolalarda yoki bo'lmasam ko'krak sohasida sut bezini atrofida joylaydi. Bundan tashqari terini xohlagan joyda uchrashi ham mumkin. Masalan, onkologiyada o'qiyotganimizda onkologik kasallik sochdan, tirnoqdan boshqa hamma joyda uchraydi. Chunki hamma joyda qon tomir bor-da deyilardi. Demak, bu qon tomirdan rivojlangan kasallik bo'lganligi uchun soch va tirnoqdan tashqari qolgan hamma joyda uchrashi mumkin bo'ladi. Xo'p. Bu yuqorida aytdingiz, buni har qanday vrach ham, xirurg ham olib tashlashi mumkin gemangiomani dedingiz. Umuman uni davolashda turlari bir qandaydir 2008-yilgacha asosan boshqacha usulda davolangan dedingiz. Ungacha bir an'anaviy qandaydir davolangan, undan keyin bir zamonaviy usullari o'ylab chiqilganmi? U bilan buni davolash farqlari bormi? Albatta, juda katta farqi bor. 2008-yili o'sha Fransiyada kashfiyot bo'lgandan keyin, spontan topilib qolgandan keyin dunyoning 4 ta yirik mamlakatlarida ilmiy tekshirish institutlarida gemangioma bo'yicha randomizirованный исследованиялар boshlangan. Va ular 4 minglab, 10 minglab, ba'zi hatto bitta Argentinada 12 mingta bemor tekshirib xulosa olishgan. Endi shularning natijasini tahlil qilib ko'rib chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu yerda gemangioma kasalligini qon tomir rivojlanish nuqsoni bo'lganligi uchun, demak, ularni ham davolash bo'yicha yangi metodlar, ularning kelib chiqishi, patogenezi, rivojlanish bosqichlari o'ta aniqlangan. O'zi gemangioma 5 ta rivojlanish bosqichida amalga oshadi. Mana shu bosqichlarni har birida o'ziga xos davolash taktikasi olib borish kerak. Lekin men ungacha an'anaviy davolash usullariga to'xtalib o'tmoqchiman. Eng ko'p qo'llaniladigan an'anaviy davolash bu kutib turish taktikasi. Kutib turish taktikasi degani nima degani desa, bemorda gemangioma tashxisi qo'yiladi, ammo hech qanday davo chorasi qilinmaydi-da. 1 yoshga to'lsin, 2 yoshga to'lsin, o'zi so'rilib ketadi, o'zi o'tib ketadi. Mabodo o'tib ketmasa, keyin jarrohlik amaliyotida olib tashlaymiz degan taktika qo'llaniladi. Va hattoki meni Namangan viloyatidagi ilk birinchi marta davolangan bemorim Hindistonga bolasini uchirib olib ketayotganda aeroportdan qaytib kelgan. Juda katta bilak sohasida, yelka sohasidagi yaralanib ketgan, asoratlanib ketgan bo'lgan. Demak, u bola ham aytishi bo'yicha, endi men u jarayonning ustida bo'lmaganman, kutib turish taktikasini 9 oy qo'llangan. Endi haligi 18% bemorlarda, surilishi mumkin bo'lgan bemorlarda bu kutib turish taktikasi zo'r. Indamasangiz ham, biz davolasak ham, davolamasak ham surilib ketaveradi. Lekin qolgan 18% dan qolgan bemorlardachi, ular bizning indamay kutib turishimizga qarab turmaydi. Mana sizlar pediatrlar juda yaxshi bilishadi. Bola o'sgan sari uning terisi ham borgan sari nima bo'ladi? O'sib ketadi. Bola o'sgan sari gemangioma asosan terida uchraganligi uchun, terining sathi ham kattayganligi uchun gemangioma ham borgan sari o'sib boraveradi. Shuning uchun bu gemangiomani birinchi eng ko'p kuzatilgan an'anaviy davolashi bu kutib turish taktikasi. Keyingi keng tarqalgan usullardan bittasi bu gemangiomani gormonal davolash usullari. Yaqin kunlargacha, mana shu men dissertatsiya ishimda juda ko'p ilmiy maqolalarni tekshirganimda, gormonlar bilan davolash, masalan, prednizolon va hokazolar bilan davolash ko'p kuzatganman. Lekin ular metabolitik o'zgarishlarni keltirib chiqarganligi uchun, turli xil asoratlarni uchraganligi uchun hozirgi kunda ba'zi turlardagina qo'shimcha davolash usuli sifatida qo'llaniladi xolos. Lekin hammasiga teng qo'llaniladi degan joyi ham yo'q. Keyingi an'anaviy davolash usullaridan yana bittasi глубокий rentgen terapiya. Ya'ni biz xalq tilimizda nur bilan davolashni boshqacha usuli bo'lib, rentgen nurini juda katta dozasi bilan gemangiomaga davolash usullari ham qo'llanib ko'rilgan. Bundan tashqari, gemangiomani ustiga 96% spirtni navakain bilan aralashtirib, buni etil spirtli destruksiya degan muolajani ham qilishgan. Ya'ni gemangiomani ustiga haligi aytilgan aralashma bilan inyeksiya qilinganda, etil spirti u yerda qon tomirni endoteliyasini destruksiyaga chaqirib turib kuydiradi. Lekin bu jarayon juda og'riqli bo'ladi. Hali men magistrlik davrimda aytib o'tgan voqealarimni dissertatsiyamni yoqlash davomida keyin tushundim nima uchun bolalar qichqirib yig'laganini. Va mana shunaqangi davolash usullari ham yaqingacha kuzatilgan. Bundan tashqari, hozir ham yaqinda Tojikistondan bir kasal murojaat qildi. Bu kasalni Tojikistonda suyuq azot bilan davolabdi. Ya'ni gemangiomani ustiga
muzdek suyuq azot bilan davolashgan, lekin gemangioma to'liq tuzalgan. Bu ham davolash usuli hisoblanadi, bitta an'anaviy. Ammo lekin u yerda yara bo'lib qolib ketganda, shu yara bo'yicha menga maslahat so'rab aloqaga chiqishdi. Shuning uchun bundan tashqari yana juda ko'p davolash usullari an'anaviy bo'lishi mumkin. Endi men ularga ko'p to'xtalib o'tmoqchiman. Xudo xolasa bular tez orada tarixga aylanadi. Endi zamonaviy davolash usullari haqida to'xtalib o'tay bir yo'la. Zamonaviy davolash usullari qanaqa bo'ladi desa, zamonaviy davolash usullarida hozir turli xil diapazondagi infraqizil, yashil va hokazo lazer bilan davolash usullari kiritgan. O'zbekistonga 2011-yili meni ilmiy rahbarim va Toshkentdagi bir nechta ustozlarimiz fotodinamический terapiya degan davo usullarini, apparatlarni yaratishgan va ular gemangiomalarni juda yaxshi natijalarga erishishgan. Og'riqsiz jarayon, hech qanday narkoz talab qilmaydi. Qandaydir bemorga alohida bir ухаживать qilish kerak bo'lgan holat yo'q. Bundan keyin turli xil Yevropada, Xitoyda ishlab chiqarilgan lazer uskunalari bor. Masalan, CO2 lazer, NDYAG degan lazerlar bor. Juda ko'p lazerlarni zamonaviy chiqib ketgan. Shu lazer bilan gemangiomani to'g'ridan-to'g'ri davolash usullari ham urfga kirgan. Va an'anaviy davolash usuli va hozirgi kunda ham ishlatilayotgan davolash usuli bu jarrohlik usuli. Jarrohlik usuli bu bilamiz, demak jarroh tomonidan amalga oshiriladi, gemangiomani olib tashlanadi. Lekin tadqiqotlarda shuni ko'rsatadiki, jarrohlik usulida davolashda agar mutaxassis uni davolab operatsiya qilmaydigan bo'lsa yoki bo'lmasam boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, gemangiomani ozgina miqdori qolib ketsa to'qimada, demak unda yana qaytalanish holatlari kuzatilishi mumkin bo'ladi. Qaytib o'sib chiqadi demaymiz. Gemangioma o'sha yerda qolganligi uchun yana qon tomir o'sha yerda ishib, ya'ni bemorni bezovta qilgan holatlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun jarrohlik amaliyotida davolashga ko'rsatmagina bo'lgandagina jarrohlik usulida davolashni tavsiya qilgan eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Qachon bo'ladi desa, meni shaxsiy fikrimga binoan men jarrohlik amaliyotini eng oxiriga olib qo'yaman. Ya'ni boshqa davolash usullari samara bermagandagina jarrohlik usuliga murojaat qilaman. Yoki bo'lmasam ishimizni boshida men bitta narsani ochiq aytishim mumkin. Juda ko'p gemangioma bilan shug'ullanadigan mutaxassislarga borib, operatsiya qiladigan mutaxassislarga borib, shu bemorni konservativ davolaylik, mana shunaqangi usullar chiqqan deganimda ular menga ishonchsizlik bilan qarashgan holatlari ko'p bo'lgan. Shunda men ularga zo'r taklif berganman. Keling, operatsiya qilib bo'lmaydigan bemorni bering, men uni dori bilan davolab ko'ray deb. Shu bilan biz sekin davolab, medikamentoz davoni qanaqa samaraga ega ekanligi haqida juda ko'p kasallarni davolashga erishganmiz. Hozir siz shu savolni bermoqchi edim. O'sha xirurgik yo'llarni gaplashdik, fototerapiyalarni gaplashdik. Umuman ularni aralashtirmasdan ham o'sha dorilar bilan ham davolanyaptimi? Umuman o'zingiz qanday yondashyapsiz bu kasallikka degan savol bermoqchi edim sizga. Xo'p, endi hozir siz tibbiyotda aniq bir hech kim bilmaydigan yangi bir nozik nuqtalardan savol beryapsiz. Chunki gemangiomani qachon, qanaqa qilib davolashni boshlash kerak degan savolga javobga bersak eng to'g'ri bo'ladi. Men o'zimni shaxsiy tajribam va izlanishlarimda shuni ko'rsatdiki, gemangiomani medikamentoz davolash bilan boshlashni tavsiya qilaman. Nimaga desangiz, haligi rivojlanish bosqichlarida, ilk bosqichlarda agar kasalga tashxis qo'yilsa, bu o'sha gemangiomani qon tomirining ichidagi biriktiruvchi to'qimalar hali to'liq shakllanib olmagan bo'ladi-da, nozik bo'ladi-da. Shuning uchun medikamentoz davoda juda yaxshi samaraga erishish mumkin. Ammo lekin bu alternativ davo usuli emas. Ya'ni dorining o'ziga xos nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim biz pediatr bilan birgalikda olib boramiz bu dorini, davolash metodini. Bundan tashqari, u dorini berish mumkin bo'lmagan qarshi ko'rsatmalar bor. Masalan, bemorning bradikardiya holati kuzatilsa yoki bo'lmasam yurakda nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri medikamentoz davoga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Mana shunaqangi kriteriyalarga qaragan holatda, inobatga olgan holatda davo muolajasini tanlash kerak bo'ladi. Va meni shaxsiy tekshirishlarim va tekshiruvlarim natijalarimga ko'radigan bo'lsak, shu narsaga amin bo'ldimki, biz gemangiomani qancha ilk bosqichda aniqlab davolashni boshlasak, samaramiz shunchalik yuqori bo'ladi. 2023-yilda Yevropada bitta maqolam chop etildi, aynan qachon, qaysi oylikda gemangiomani davolashni boshlash bo'yicha va shunda natijalar shunday ko'rsatdiki, 6 oylikgacha
medikamentoz davolash boshlangan bemorlarimizda samaradorlik 80% gacha ko'tarildi. 6 oylikdan 1 yoshgacha davolash boshlanganlarda samaradorlik 65% ni tashkil qildi. 1 yoshdan 2 yoshgacha diagnoz qo'yib turib medikamentoz davolash boshlaganlarda bor yo'g'i samaradorlik 40-45% ni tashkil qildi xolos. Shuning uchun mana shu ma'lumotlarga asoslangan holatda men gemangiomani ilk bosqichlarida, ya'ni tug'ilishi bilan, yangi paydo bo'lishi bilan muolajani boshlansa, bu davolash davomiyligini ham qisqarishiga olib kelishini aytib o'tmoqchiman. Demak, umuman kutish rejimi an'anaviy bo'lib eski zamonda qoldi. Uni kutmasdan har qanday holatda ham medikamentoz davolashni boshlansa, xoh u o'zi yo'qolib ketsin yoki yo'qolmaydigan bo'lsin, medikamentoz davolashni boshlayverish kerak. Albatta, bu mening tajribamda ko'p kuzatilgan. Kunlardan bir kuni bemorimizni mana tashxis qo'yishda biz ultratovushli dopplerografiya qilamiz. Ya'ni ultratovushli dopplerografiyani qilishdan maqsadimiz gemangiomani birlamchi hajmini aniqlashimiz kerak. Bundan tashqari gemangioma qon tomiri bo'lganligi uchun ichida qanaqangi qon tomirlar bo'ladi? Arterial, venoz, kapillar yoki aralash qon tomiri bo'lishi mumkin. 3-kriteriya bor. Mana shu qon tomirlarining ichidagi qonni harakatlanish tezligini aniqlashimiz kerak. Shu 3 kriteriyani aniqlab olgandan keyin medikamentoz davoni 1 oy olib boramiz va 1 oy olib borganimizdan keyin qayta takroriy UZI qilganimizda o'lchamning kichrayishi, qon tomirlarining arxitektonikasining o'zgarishi va qon tomirida ichidagi qonning oqimini sekinlashishiga o'xshagan kriteriyalarga asoslanib turib samaradorligini baholaymiz. Kunlardan bir kuni bitta o'zimiz bir-birimiz bilan gaplashib tanishib olgan UZIchi doktorimizga kasalni jo'natsam, u doktorimiz toblari bo'lmagan ekanmi, boshqa bitta UZIchi doktorga borgan. U doktor ko'rgandan keyin bu gemangioma buni davolab bo'lmaydi deb turib, haligi bemorni tushkun ahvolga tushirib jo'natib yuborganda, men demoqchi bo'lganim, bugungi mana bu tashrifga xo'p bo'ladi deb kelishimning asosiy maqsadi, bizning asosiy muammoimiz qayerda desak, bizni birlamchi zvenoda eng ko'p gemangiomani birinchi ko'radigan shifokorlarimiz kim davolash kerakligi haqida, qanday tashxis qo'yish kerakligi haqida va qanday davolash usullari mavjudligi haqida to'liq ma'lumotga ega emasligimiz bo'ladi. Chunki men aytayotgan informatsiyalar bu juda ko'pi yaqin 10 yillikdagi ichdagi ma'lumotlar hisoblanadi. Endi o'sha birlamchi zvenoda ishlayotgan juda ko'p tibbiyot xodimlarimizni olsak, ular men aytayotgan yillardan ancha oldin oliy tibbiy ta'limni o'qitgan. Hech qayerda malaka oshirishda gemangioma bo'yicha kurslar yo'q. Malaka oshirgani borgan pediatrlarning gemangioma bo'yicha ma'lumot berilmaydi. Shunga o'xshash bir nechta kriteriyalar bor. Men shuning uchun bugun mana bu suhbatimizga kelishimning asosiy maqsadi zora mana shu bizning bugungi suhbatimizni eshitib juda ko'pgina shifokorlarimiz to'g'ri yondashuvga kelib turib bemorni to'g'ri yo'naltirib qo'ysalar, ham bemorga yaxshi bo'ladi, ham o'zlariga. Mana masalan, mana shu Muyassar Nishonova bilan birinchi marta gemangioma haqida gaplashganimizda, o'sha haligi Hindistonga ketayotgan bemorni ikkalamiz birgalikda olib borganmiz. Undagi rezultatni ko'rib o'zlari ham hayratda qolganlar. Chunki klassik jihatdan rasmlarini bemalol qo'yasiz, men tashlab beraman. Klassik jihatdan bemorda juda zo'r orqaga qaytgan. Hozirgi kunda hech narsasi yo'q. Ya'ni gemangiomadan asar ham qolmagan. Shuning uchun keyingi masala gemangiomani bu tug'ma narsa, bunga tegib bo'lmaydi degan gaplar ham ko'p yuradi. Ya'ni xalqimiz orasida har qanday o'smaga tiq tekkizsang u ko'payib ketishi mumkin, yomonga aylanib ketishi mumkin degan, endi men buni qo'rqmasdan aytishim mumkin, o'zim onkolog bo'lganligim uchun mif bor, ya'ni ertaksimon gaplar bor. Bunga to'xtalish kerak deb to'xtayman. Mutaxassisga ko'rsating, mutaxassis o'zini fikrini bersin. Balkim haqiqatdan ham tiq teksa ko'payib ketadigan kasalliklar ham mavjuddir. Lekin gemangiomaga tiq teksa ko'payib ketadigan kasallik emas. Va men oldin ham aytib o'tdim, oxirgi o'rinda tiq tekkizish kerak. Tiqqa yetib bormagan juda ko'p kasallarimizni natijasi hozirgi kunda menda mavjud. Hozir ularni davolash o'rtacha muddati qancha davom etyapti? Bir aniq muddati bormi yoki kattaligiga, hajmiga yoki turiga bog'liqmi? Xo'p, birinchi navbatda gemangiomani terini sathini egallagan yuzasining kattaligiga bog'liq. Ikkinchisi chuqurligiga bog'liq. Masalan, xuddi aysbergning uchiga o'xshab, gemangioma terida ozgina ko'rinadi no'xatchalik, lekin pastda yumshoq to'qimada ham bo'lishi mumkin.
mana shu gemangiomani umumiy hajmi va umumiy egallab turgan o'lchami qanchalik katta bo'lsa, medikamentoz davolashning vaqti ham cho'zilib boradi. Ikkinchi kriteriya, hali ultratovush tekshiruvda men sizga aytib o'tdim, qon tomiri turiga bog'liq. Masalan, arterial turdagi tipdagi gemangiomalar boshqa turlarga nisbatan biroz davolashni o'ziga xos taktikasini talab qiladi. Kapillyarlarda esa tezroq qaytish kuzatilishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqangi gemangiomani turiga, tabiatiga va qaysi a'zoda joylashganligiga bog'liq bo'ladi. Masalan, og'iz atrofida joylashgan, yumshoq to'qimada joylashgan gemangiomalar o'ziga xos uzoq vaqt davolashni talab qilinadi. Lekin terida joylashgan ba'zi gemangiomalar 1 oy, 1,5 oyda to'liq yo'qolib ketgan holatlar ham kuzatilgan. Shuning uchun bu savolingizga men 1 oy, 2 oy, 5 oy desam albatta xato qilgan bo'laman. Har bitta bemorda individual olib borish to'g'ri keladi deb o'ylayman. Hop, so'ngida yana bitta savol bermoqchiman. Hozir deyarli hamma gemangiomalar terida uchrayapti. Umuman ichki a'zolarda ham uchrab qolishi mumkinmi? Bu oshqozonmi, jigarmi yoki umuman suyaklarda ularda ham kuzatilib qolishi mumkinmi? Bu hozirgi kundagi yana bitta dolzarb muammoni savol qilib berdingiz. Teridan tashqari eng ko'p kuzatiladigan gemangioma bu jigarda uchraydi. Jigar gemangiomasini hozirgi kunda ultratovush diagnostikasi rivojlandi. MRT, MCT rivojlangandan keyin boshqa kasallik tufayli ultratovushdan o'tganda yoki boshqa kasallikka tashxis qo'yish maqsadida MRT, MCTga tushganda aniqlanib qolyapti va bizga kelyapti. Gemangioma demak jigarda ham juda ko'p uchrashi mumkin. Bundan tashqari ikkinchi eng ko'p uchraydigan joyi bu umurtqa pog'onasidagi, ya'ni suyakdagi gemangioma hisoblanadi. Hozirgi kunda suyakdagi gemangiomalarda qachonki ular MCTga yoki rentgenografiyaga tushganda o'sha suyakni yemirilgan qismidan aniqlanishi mumkin bo'ladi. Va buni ham davolash o'ziga xos taktika hisoblanadi va murakkab davolash usullarini talab qiladi. Hop, katta rahmat ushbu savollarimizga javob berganingiz uchun. Bizda hozircha shu savollar bor edi. Menimcha buni ko'rayotgan tomoshabinlar ancha savollariga javob olishadi. Umuman vrachlar ham endi qaysi mutaxassisga jo'natish, ota-onalar shu tug'ilgan farzandlariga qizilcha bo'lib qolsa Anora deb ism qo'ymaslik. Siz savolingizni tushundim. Gemangioma bilan murojaat qilmoqchi bo'lganlarga xohlagan savolinglarga xolasangiz YouTube'da tagiga meni telefonimni va Telegram raqamimni sizga beraman. Shunga bemalol yozishlari mumkin bo'ladi. Faqat yana bir marta qayta aytaman, mana masalan juda ko'p men YouTube'da bor yo'g'i 6 dona gemangiomadan video qo'yganman. Qisqa vaqt ichida 20 mingdan ko'p prosmotr bo'ldi. Va o'sha 20 mingta prosmotrda hammasi gemangiomasi bor ota-onalarni ko'rigi u. Masalan, sizda gemangiomas bo'lmasa qidirmaysiz, ko'rmaysiz. Va juda ko'pchiligi menga yozadi, "Doktor, onlayn davolab bera olmaysizmi? Plastikingizni bersangiz sizni rozi qilardik, xizmatingizni qilardik." Shunaqangi vajlarni aytishadi. Men shu o'rinda sizlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Bu gemangiomani davolash juda murakkab jarayonda olib boriladi. Mana hozir deyarli klinikalar bilan birga ishlaganimizda juda hamma deyarli har bir pediatrlar meni kasallarimni ko'rishib borgan. Men davolashdan avval to'liq ularni yuragini tekshirib, kerak bo'lsa EKG, kerak bo'lsa echo qilib, qachonki pediatr ruxsat berganda shunda ham 3 kun nazorat ostida keyin davolaymizda. Shuning uchun juda ko'pchilik ota-onalarimiz haligi bizni YouTube'da qo'ygan videomizni rezultatini ko'rishadi-da, menga ham shu dorini ichirsam zora meniki ham shunaqa bo'lib qolsa degan xulosaga kelishadi. Shuning uchun men ularga aytmoqchimanki, Telegramda yoki ijtimoiy tarmoqlarda yoki onlayn davolanadigan kasallik emas bu. Shuning uchun agar imkon qilsanglar, murojaat qilib kelsanglar, qo'limizdan kelgancha yordam qilishga hamisha tayyormiz. Yoki bo'lmasam Toshkentdagi ustozimizning manzilini beramiz. Qaysi biri yaqin bo'lsa bemalol shug'ullanib, bolangiz yaxshi bo'lsa biz faqat xursand bo'lamiz. Suhbat uchun katta rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Qadrli tomoshabinlar, ushbu videoni manfaatli deb hisoblagan insonlaringizga albatta yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.